Demak, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, ko'rib turganingizdek, davlat raqami 01R00JK bo'lgan avtotransport Gentra avtotransport vositasi. Ushbu Gentra birinchi marta emas, qoida buzishi, sirena migalka va tonirovka peshonasini qoraytirilganligi aniqlandi. Ushbu avtotransport vositasi bir necha marotaba jarima maydoniga kirib chiqqan. Shunga qaramasdan xulosa qilmagan haydovchi hozir mana yana ko'rib turganingizdek takroran mana yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan to'xtatilib jarima maydoniga qo'yilmoqda. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, avvalambor bu narsa balloviy sistemaga ta'sir qiladi. Ya'ni ushbu haydovchida уже ball bor. Ya'ni yana bir necha marta yana shunaqa qoidabuzarlik bo'lsa, haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'ladi va avtotransport vositasi boshqarish huquqiga ega bo'lmaydi. Mana bu yerda mana nimaga kerak ekan? Bu tez yordam bo'lmasa, pajarniy mashina bo'lmasa, maxsus avtotransport vositasi bo'lmasa nimaga kerak? Endi yoshlarni mana o'zini erkatoy yoshlarning o'zini boshqara olmaganligi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,